Qo'ylar. Küşt. Oldi qorin tashab qo'ygan. No'lan qarang kattaligi. Bu pasti bir xil shunday. İçida bir ikkita bir 8 milyonlik qo'ylar bor. Bir 6 7 8 ta короче 7 milyonlik 6,5 milyonlik qo'ylar bor. İçida qolgan hammasi aka past qo'ylar emas. Hammasi gigant dadil qo'ylar. Yontoq yeb yotibdi faqat. Tog'dan olib tushamiz yeydi. Agar hammasi bitta-joyga kelishib qolsak, mana yontog'im hozir to'lib yotibdi. Mana darvozaxonaga o'tishim bor. Mana ho'kizlarim bor-da, mana to'lib ketgan. Bir mana shu yo'l ochiladigan bir 30-40 tani bepul berib yuboraman. Agar oladi, mana shularni bitta joyda olsa, bu joy kerak. Bu yontoq Toshkentdan kelgan. Короче, bitta mayda Isuzuga bosib olib kelman, bu arzonroq tushsin deb. Qo'ylar mana. Küşt. Kichkina qo'ylar emas, katta qo'ylar. Mana o'zinglar qorin tashab qo'ygan. Ko'p qorin tashagan ichida. Hozir sizga anani ko'rsatay, mana qimmat qo'yni mana shu yo bo'lmas. İçida ikki tami bor, hozir qaysini ko'rsam shunisini ko'rsataman. Aka qanaqa qo'y. Shularning ichida bitta joyda bo'lib ketadi-da. Aka mo'g'lan qarang, qo'ylar qanday qo'ylar. O'rtada yuribdi aka. Umuman past qarang aka. Hozir ajrat bo'lmaydi. Bir xil. Qo'ylarda bir pachag'i ili o'rtasi ili pasi yo'q. Bitta shu bo'yi pastroq va ma'mullarga nisbatan mana shu bu o'sha ham eng birinchi bolalaydi. İkta sarını ikkilasini qo'ntishib qo'y. Mana hali aytgan qo'yim. Mana shu ikki tishaga. Hozir oldini ko'rmayapsiz, oldi juda yo'g'on, qalin narsa. Bo'yi ham juda baland, uzun. Mana shu xonadagi ikkinchi bolasi. Mana shu. O'sha ham aka yaxshi qimmat qo'y. Yana bir ikkita bor shunaqasi. Keyin mana bu o'sha gavdali, undan dadil katta mana qarang choralari bor, chorilar. Ular ham o'sha zo'r o'rta yosh qo'ylar-da. Mana ko'ryapsiz qanday qo'ylar. Pachaq yo'q ish qilib qo'ylarni. Gigant qo'ylar emas.